Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Turkiya deportini anchadan beri ochish ishlari to'xtab qolgan edi. Xudo xolasa Turkiya deportini ochish ishlari yo'lga qo'yildi. Shu paytgacha tekshirib berayotgandik, xolos. Ochish ishlari to'xtaganda, xudo xolasa aniq chiroyli holatda yo'lga qo'yildi, konkretniy holatida. Faqat hamma necha pulga ochasizlar, qancha vaqt ochasizlar deb savol berishdan oldin deporti haqida hujjatlarni menga yuborsa, ishini ko'rib chiqib, bizga to'g'ri keladimi yo'qmi aytaman, undan keyin shartlarni tushuntiraman. Iltimos qilaman, juda ko'pchilik murojaat qilyapti. Bekordan bekorga murojaat qilishinglarni xohlamagan bo'lardim, chunki hammaga birdaniga tezroq javob berish imkoniyati bo'lmayapti do'stlar. Xudo xolasa yo'lga qo'ydik, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'laveradi. Turkiya deportini tekshirish ishlari ham ketyapti. Shunaqa qilib tekshirib jazo choralari hamma yo'llarni chiqarib beryapmiz. Hammaga rahmat.